Marhamat, hurmatli fraksiyadoshlar. Qonun loyihasi ikkinchi o'qishda taqdim qilinmoqda. Lekin bu surishtiruvchiga ham, tergovchiga ham, prokurorga ham sudda ajrimini ijrosini to'xtatish vakolati berilmagan qonunchilik uzida. Shu sababli to'xtatib turish degan so'zni chiqardik. Aniqlashtiruvchi savol shu uy-joy kommunal obyektlari deganda nima nazarda tutilyapti? Buni shu asoslarini ko'rmadim. Asosda faqat shu qurilish uy-joy vazirligi nomi o'zgarganligi tufayli o'zgartirish kiritilyapti deyilyapti, lekin mana shu normaga yana aniqroq javob bersangiz yaxshi bo'ladi. Qanday o'zgarishlarni kiritishni nazarda tutyapsizlar va bunda hukumat komissiyasi va hududiy komissiyalar deyilyapti. Hukumat bilan birgalikda hududiy komissiyalar bo'ladimi yoki ba'zi holatda hukumat komissiyasi alohida bo'lishi mumkin? Ishlab chiqarish korxonasi burg'ilayotgan paytida shunaqa holat yuzaga keldi-yu, odamlarga zarar yetdi. Lekin odamlar zararni qoplanmaganligidan norozi bo'lib ijtimoiy tarmoqlarga yozishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatyapmiz, hayotda ham guvoh bo'lyapmiz. Metan zapravkalarda, propan zapravkalarda portlash sodir bo'lishi. Bu vazifalar mana shu holat sodir bo'lgandan keyingi holatlarni bartaraf etish uchun qilinyaptimi yoki buni oldini olish uchunmi? Buni ham rolini yanada kuchaytirish maqsadida qonunni mustahkam qo'yamiz o'sha bobga. Realtorlik faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tashabbuskorlar qonun loyihasini kiritishayapti. Amaliyotda ham yo'q. U prinsip emasda, masalan, shartnomada qanaqadir axborotlarni tarqatishga bir qanaqadir chegara bo'ladigan bo'lsa, alohida shu yerga dogovor bo'yicha o'sha shu yerga amalga oshiriladi deyish qanaqa prinsip yo'q. Mamlakatimizda bu sohada ancha mana shu odamlarga yengillik beradigan, sohani tartibga soladigan qonun sifatida o'zi e'tirof qilingan, kiritilgan edi. Lekin holat nima bo'ldi? Aslida realtorlik tashkilotiga murojaat qilmaydigan, murojaat qilsangiz u sizni aldaydigan. Shunaqa bir xulosa paydo bo'ldiki, xuddiki jamiyatda biz qaysidir bir demak tabaqani boyishi uchun bir huquqiy asos yaratib bergandek shunday xulosa paydo bo'ldi-da. Qonun loyihasining kamchiliklari juda ham ko'p. Boya Ilhom Zayrov aytgan masala bo'yicha qonunning maqsadidan tortib prinsiplariyu ichidagi qoidalariga qarab juda ham ko'p narsani ustida ishlash kerakligini ko'rinyapti. Realtorlik xizmati bugungi kunda tekin emas. Hammasi pulli xizmat. Bu hammasini biz realtorlarga hozir shaxsiy mulkini tasarruf qilmoqchi bo'lganlarni hozir realtorlarga qaram qilib qo'ysak, bu yerdagi yana qo'shimcha xarajat, qo'shimcha u huquqini cheklab qo'ygan bo'lamiz. Realtorlik shartnomasi tuzmasa, xususiy mulkini xohlagan paytda sotishi mumkin, chunki buni hech qanday ta'siri yo'q. Tushuntirish xatini men batafsil o'qib chiqdim. Umuman konsepsiyasiga qarshi modda deb bilaman. Bu qonun bugun kerak. Aholi uy-joy sotish bo'yicha juda ko'p masalalar bor va bu jarayonda mana shu institut biz uchun zarur. Texnik xato deb buni asoslashga harakat qilishdi, lekin texnik xato taqqoslamada bo'lishi mumkin, loyihada bo'lishi mumkin, lekin umuman konsepsiyasida yo'q, asosda yo'q, ikkita berilgan matnda ham yo'q bo'lgan norma, yangi norma kiritilyapti. Shunga asos nima? Bu qonunni predmet emasda. U qaysidir joyda o'zingizlarning qonuniylarda bo'lishi kerakmi? Notariat to'g'risidagi qonunga ishonchnoma haqida gapiryapti. U notariat to'g'risidagi qonunnikida insonga markazga umuman aloqasi yo'q uni.